Salom do'stlar, men sizlarga hozir ajoyib duxovkaga tovuq dimlashni, ajoyib tovuq dimlashni o'rgataman. Qanday bo'ladi? Avval tovuq go'shtini yaxshilab, butun shunday butun tovuq go'shtini olamiz, magazindan olib, yaxshilab yuvib olamiz. Yuvgandan so'ng marinovka qilamiz. Marinovkaga kashnich, ukrop, aralashma, qaqilpiliklarni ishlatamiz. So'ng kartoshkani mana shunday katta-katta to'g'rab olamiz va karam to'g'rab olamiz va kerak bo'ladi bitta limon va yana kerak bo'ladi 2 dona piyoz va 1 dona chesnok kerak bo'ladi. Hozir men sizlarga qolganini ko'rsataman. Do'stlar, terib oldik hammasini. Kartoshka, karam, piyoz, pomidor, limon va tovuq go'shtini joylab oldik. Ustidan biroz tuz sepdim, biroz qashqa va simichka yog'dan ustidan quyib olamiz. Mana shunday qilib simichka yog'dan quyib olamiz. Va so'ng bitta stakanda suv quyib olamiz. Bismillah. Mana shunday qilib aylantirib suv quyib olamiz va so'ng buni 45 minutga duxovkaga qo'yib qo'yamiz. Baton готово, tayyor. Endi tayyor bo'lgan massamizni duxovkaga qo'yib olamiz. 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Tepa pastini yoqib qo'yamiz. Endi ortib qoldi. Shu karam, ozgina va bir dona pomidor shunda endi ovqatimiz tayyor bo'lguncha go'shtimiz. Salat tayyorlaymiz. Qani, ketdik. Birgalikda tayyorlaymiz, qani, ketdik. Mana salat ham tayyor. Mana ovqatimiz ham tayyor, yoqimli ishtaha.